Assalomu alaykum azizlar. Biz hozir yo'lga chiqyapmiz. Qayerda bo'lasizmi? Samarqand viloyat Tayloq tumaniga boryapmiz. Sababi esingizda bo'lsa bir xonali xonadonni Mohina singlimizga, ya'ni Milliy gvardiyaga ishlaydigan bir xodim qizimizga bergandik. Mana shu kishini uylariga borib, xonadonlariga tabriklab, ota-onalarini tabriklab kelmoqchimiz. Shu sababdan videoni oxirigacha ko'ring, bir xursandchilik davrasida yana bir xursandchilik qilmoqchimiz. Azizlar, mana uylarga to'p keldik, o'sha singlimizni. O'zlari Tayloqdan ekanlar, mana shu uylar ekan, to'p keldik. Keling, taassurotlarni ko'raylik. Uydagilarni tabriklab kelish uchun keldik shuncha yo'lga. Rostiga o'zim hayajonlanyapman. Sababi u kishi shu kuni shu nasib qilgan ekan shu xodimimizga, ya'ni Milliy gvardiya xodimiga bugun uylariga kelyapmiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. O'rtoqlarimizmi? Assalomu alaykum. Singlimizning uylari shu yerda, to'g'rimi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Mana shu kishi o'sha yerda ekanlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Biz Zuhal Group kompaniyasidan kelyapmiz. Bu singlimizni tabriklaymiz. Siz ota-onalari bo'lishingiz mumkin. Rahmat. Xolajon, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Mana shu gul sizga, xolajon. Ana shu. Rahmat. Allohga shukr. Rahmat. Rahmat, xolajon. Men niyat qilgan bizlarning hammalaringning niyatlaringizga. Rahmat. Operator bitib bering. Sog' salomat yuringlar. Rahmat, xolajon. Singlim, mana bu mikrofon ishlatasiz. Biz kelganimizning maqsadi, biz Zuhal Group kompaniyasi tomonidan kelyapmiz. Sizlarni ko'rdik. Bu singlimiz o'sha kuni bizani tadbirimizga xizmatga kelgan edilar. Niyat qildilar. O'sha bizani kupondan olgan ekanlar, uy yutug'i chiqdi. O'sha bir xonali xonadonni tabriklash uchun kelyapmiz. Bu kishining o'zlarining uylarini ko'raylik, taassurotlaringizni ko'raylik, tabriklash uchun kompaniya tomonidan kelyapmiz. Sizlarga hammangizga kattakon rahmat, shunday go'zal qiz tarbiyalaganingizga, xizmatimiz, vatanimizga xizmat qiladigan, shu vatan xizmatida bo'lib yurganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Nima deydi? Xursandchilikdan hayajonlanyapman rosti gap. Tabriklaymiz. Singlim, qanday taassurotlar? Ajoyib. Hammasi rost ekanmi? Ha. O'sha kishini bu kishi hayron qolishdi. Hamma. Xo'p, nima deyman? Mana shu uylar, sovg'alar sizlarga yutuqlar muborak bo'lsin. Bu kishiga shartnoma qilib berdik. Inshaalloh uylarni ta'mirlab, kirib yashaydigan sharoitlarni kompaniya tomonidan qilib beramiz. Bemalol farzandlari bilan, oila a'zolari bilan xursandchilik nasib qilsin sizlarga. Agar bizning kompaniyamizga fikrlaringiz bo'lsa, ana nima deydi? Fikrlaringizni aytsangiz. Bo'ldi. Nimaga to'yga o'tiribman, opalarim telefon qilyapti. Primo efirni ko'ryapsiz. Qanaqa primo efir? Mo'yichamiz nima qildilar? Nima uy nima qilib oldi? Yutib oldi. Qayerdan? Nima uchun u xizmatga borgan? Qayerga bordi? Bilmayman deysiz. Men bilmayman. Men to'yga o'tiribman. Hamma nima? Nima yangamon, siz yaxshimi desa, mo'yna uy yutib olibdi. Qanaqa? Hamma Instagram, hamma nima o'tiribmiz? Hamma Instagramni nima qilyapti? Qidiryapti. Voy, mo'yna unday nima qilyapti? Xursand bo'ldi. O'zi niyati shu ediki, voy, bijon uy olayotgan edik. Voy, Tayloqdan uy oldik-da. Aytayaptiki, bijon, men shu shahardan olgim kelyapti-da, men ishimga ham yaqin bo'ladi. Shahardan olacak. Men shuni aytayapmanki, niyating xolis ekan, haqiqatan ham mana uyni nimadan olding? Bilyapsanmi, o'zi uy olish niyatlari bor ekan. Shaharda uy olaman deb niyat qilgan ekanlar, ish joyiga yaqin bo'lsin deb mana niyatlarga yetdi. Joylashuv Samarqand shahar vokzal hududidan bu kishi uy yutdilar. Tog'ajon, adalari bo'lasizmi? Ha, taassurot tushdi. Taassurot zo'r. Zo'rmi? Xursandmishmi? Xursand. Mo'rakshar, xolajon boyak bor. Iloyim hamma o'tirib tanaqotini sihat qiladi. Iloyim vaqtini xush kunat. Chiydik niyataton bo'lsa amal bo'lishi kunat. Iloyim hamma qo'ton sog' salomat gadeta. Mana ham xili imorato qadaduda, hamma xursandlik va sherik shuda. Iloyim hamma o'tin bala chaqloton qadar xursand. Muraton darashad, rizqaton farog'shad. Iloyim niyatneton bachiyum hamma qo'ton niyatda qo'ton amal bo'lishi kunat. Sog' salomat gadeta. Rahmat. Voy, shuni rahmat. Hamma vaqtga. Rahmat. Rahmat. Sizlarga kattakon amalingizga rahmat. Bu singlim kim bo'ladilar? Shu qizi. Qizingiz bo'ladilar. Mana qizlari shu yerda ekan. Bu kishi o'g'lingiz. Mana bu qara. Bu kishining chiroyli bir-biridan go'zal qizlari, o'g'illari bor ekan. Men nima deyman? Haqiqatan niyat qilsa bo'lar ekan. Mana shu kuni o'sha ochilishdan oldin men niyat qilgandim. Allohim,
mana shu uyni kim yutsa ham ayol kishi yutsin, shu uyni kim yutsa ham o'sha uyga muhtoj inson, o'sha uyga arziydigan inson yutsin degandim. Alloh duomizni qabul qildi. Mana shu singlimizga chiqqanga butun kompaniya tomonidan biz rozimiz. Kompaniya tomonidan shuni sizlarga va'da berib aytamizki, xonadonlarni ta'mirlab, mebel jihozlargacha qilib beramiz. Hamma sharoitlarni qilib beramiz, faqat kirib mazza qilib yashab bizdan duo qilsalar bo'ldi. Hammangizga rahmat, seni ko'p turganimdan xursandman. Singlim sizni yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Juda xursandmiz. Albatta, Zuhal Group kompaniyasi azizlar, mana shu kun nasib qilibdi, mana keldik, ko'rdik. Albatta nima deyman, Zuhal Group kompaniyasining sotuvi rasman ochilgan. Har bir xonadon o'z egasini kutmoqda. Hammangizni kutib qolamiz. Sizlar bilan har doim birgamiz. Rahmat. Rahmat.